ota-onani o'zidan rozi qilgan, ota-onani duosini olgan inson ikki dunyo xorligini ko'rmaydi. Azizlikda o'tadi, bolalaridan qilgan xizmatlar o'ziga qaytadi. Mana shu 10 ta haqni men birma-bir aytib beraman. Ilohiy shuni esda qolishlikni Alloh hammamizga nasib etsin. Ayniqsa mana yosh ukalarimiz, yosh yigitlar, ota-onalari hayot yoki ona yo ota yo ikkalovlari shu vaqtni, fursatni g'animat bilmoq kerak. Bu haq qiz bolaga emas. Qiz bola birovning xasni uzatasiz, rozi, Xudo rozi bo'lib ketdi. Eri ruxsat bersa keladi, bo'lmasa yo'q. Bu gap hammasi 10 ta haq o'g'il bolaga, yigit kishiga. Birinchi 10 ta haqdan birinchisi ota-onani taomini bermoq vojib. Yaxshi odam o'ylar, ota-onasiga ham taom bermaydimi? Ha, yaxshi odam, yaxshi bola ota-onasiga jonini ham beradi. Lekin bu hayotda ko'rdik ba'zi nokaslarni, bir kosa ovqatini otasidan, onasidan qizg'anganlarni ham bu domlachilik qilib yurib ko'rdik. O'zi ovqat yeb ota-onasiga taom bermasa, gunohkori azim bo'ladi, tarki vojib. Bu bir. Ikkinchi haq libos olib berish, kiyintirish, qishki, yozgi kiyimidan xabar olish. Otamni mahsisi yirtilib qoldi-yu, kalishlari eskirib qoldi-yu, choponlari yupinu, oyimning ro'moli yo'q, mahsislari yo'q deb, mana shularni e'tibor qilib turib, ota-onani kiyintirib turishlik o'g'illik gardanida vojib. O'zi zo'r kiyib olib, bolalariga zo'r kiyintirib, ota yupun choponda diydirab, ona yupun ro'molda yursa, Xudo gunohkor qiladi. Uni qilgan ehson va boshqa sadaqalarni Alloh o'ziga qaytarib qo'yadi. Chunki bu vojib ota-onani yedirib kiydirishlik. Buni avval ado etish kerak. Ota-onani zo'r kiyintirib qo'yish kerak. Otasiga mahsi olib bergani qizg'angan, o'lgandan keyin marmar tosh qo'yaman deydiganlar ham bor. Oyisiga bitta ro'mol olib bera olishga qorni og'rigan 100 kilo guruch damlab osh beraman, oshnog'aynim ko'p deydi. Ey inson, tiriklikda bir piyola qaymoq bilan ikkita issiq nonni olib, adajon, oyijon, mana uni yeb olinglar deng, ikki dunyoyingiz obod bo'ladi. Shunda Xudo sizga savoblarni beradi. O'lgandan keyin toshingizni yig'ishtiring, qozon oshingizni qo'ying, tiriklikda ko'ynini oling, duosini olib qoling. Ana shu kerak. Uchinchi haq xizmatlarini qilish. Ota-ona qariganda tez-tez bemor bo'lib turadi, xastalanib turadi. Shunda o'g'illar doktorga, tabibga, doriga yugurib, otam kasal bo'lib qoldi, oyijonim betob bo'lib qoldi deb shu tabibga, doktorga, doriga yurganda, jumaga borganingizda bir qadamingiz savob, ikkinchi qadam gunohga kaforat bo'lsa, ota-onani xizmatida yurgan yigitni ham bir qadami savob, ikkinchi qadami gunohiga kaforat qilib qo'yar ekan Alloh. Va bir farishtani tushirib qo'yar ekan, ota-onasini xizmatida yurgan bandamni haqqiga duo qilib turgin deb. Farishta duo qilib turar ekan, bolangdan qaytsin, otangni xizmatida yuribsan, umring uzoq bo'lsin, Xudo baxtingni bersin deb duo qilib turar ekan. O'zingizni otangizga, onangizga qilgan xizmatga, birovnikiga emas. Ana shu xizmatlarni qilib turganda Xudoning rahmati ham yog'ilib turar ekan shu bolaga. To'rtinchi haq muloyimlik bilan xizmatlarini qilish. Kiyim olib berganda, taom berganda, dorilarni olib kelganda, oyijon mana topib keldim. Adajon mana uni muloyimlik bilan. Mana zo'rg'a qiynalib topdim deb otib olmay, yediribman, kiydiribman, yana nima qilib beraydi bo'ladiganlarimiz ham bor. Qilgan xizmatini bir qilib oladi, tilini achchiq qo'polligi bilan. Qiblagohim, vali ne'matim, onajonim deyish kerak. Bobay, kampir degan gaplarni ishlatadi ba'zilar. Chol deydi. Unaqa bo'lmaydi. Uyaling Xudodan. Ota-onangiz dunyoga kelishingizga sabab bo'lib bir parcha etigingizdan boqqanlarni qaysi til bilan boboy, chol, kampir deysiz? Onajonim, vali ne'matim, qiblagohim, otajonim, padar buzrukvorim deb muomala qilishni o'rganadigan davr keldi. 5-haq ota-onani buyrug'ini bajarish, buyrug'ini, iltimosini. Onaning iltimosi, otaning iltimosi bu buyruq, vojib. O'g'lim mana shuni qilmagin. O'g'lim o'sha joyga bormagin. O'g'lim shu harom narsani ichmagin desa, xo'p deng. Men norizoman desa, o'sha ko'rsatmay qilsangiz ham norizolik bo'lib qolishi mumkin. Ota-onani norizo qilib maqsadga yetolmay qolasiz, birodar, hushyor bo'ling. Bu dunyo sarhisoblik. U Alloh hisobini olib turibdi. Bir shayx 40-39 yoshlarda ibodat qilib yurib shayx degan nomni olibdi-yu, hajga bormagan ekan. Hamma hajga boryapti, bu bora olmasdi. Sabab 90 ga kirgan bir qari onasi bor ekan. Ko'zi ko'rmaydi, o'zi yura olmaydi. Tashab ketishga uylanmagan ekan, qariydigan odam yo'q. Oxiri bu shayxga ta'sir qildi-ya. Yo'q, shayx bo'lib yuramanmi? Qachon hoji shayx bo'laman? Hamma hajga borib kelyapman, men boraman. Oyijon, men hajga boraman. Ha, bo'laman, ko'zim ko'rmasa, yura olmasam, men nima qilaman? Xudoga topshirdim. Xudo seni menga berdi. Men seni boqib katta qildim. Seni gardaningga Xudo qarz qildi menga qarashlikni. Meni tashlab ketma, yo olib ket, yo bundoq tashlab ketmagin. Ya endi bormasam bo'lmaydi. Allohning farzi ham hajga borib kelaman. Shuncha ona yalinsa ham yukini yig'ishtirib yo'lga tushdi. Ona orqasidan emaylab chiqdi ko'chaga. Bolam, o'ldirib keta qol. Meni bu ahvolda tashlab ketganingdan ko'ra desa ham, "Ya, men endi ketdim" dediki, "Xudoyo safaringda quruq tuhmatga qolib baloga uchradi" dedi ona. Yurib bir shaharga kirib keldi shayx. Bir mahallani masjidini kechasi topib, endi bir kechasi bilan ibodat qilib, Xudoni o'zimdan rozi qilay deb kirdi. Endi ona baloga yo'liq tuhmatga qolib qarg'a bordi endi ayolligiga borib. Endi bu yoqdagi qarg'ishni, duoni urishini ko'rasiz. Bu bir mahallaga, masjidga kirib namoz o'qigani kirdi-yu, o'sha mahallani xonadoniga bir o'g'ri tushdi. Uy egasini o'ldirib, molini olib qochayotganda odamlar sezib qolib, o'g'rini o'sha qilib qolishdi. Qayoqqa qochishini bilmay qarasa, masjid eshigi ochib turibdi, masjidga o'zini urdi. Masjidga kirsa, o'ziga o'xshagan bitta odam namoz o'qiyapti. O'g'irlagan narsani haligini oldiga qo'ydi-da, o'g'ri o'zini davoldan olib jonini saqlab qochib ketdi.
odamlar o'g'ri masjidga kirdi deb masjidga bostirib kirishuvdiki, haqiqatdan oldida hali o'g'irlangan narsa namoz o'qiyapti o'g'ri. Ha, odamni o'ldirib, o'g'irlikni qilib namoz o'qiyapsanmi deb uchashdi. Voy, men hojga ketyapman degan qarashmay urib dabdala qilishib, ertasiga shariat qozisini oldiga olib keldi 100 ta odam. Biz hammamiz guvohmiz. Mana bu biz tanimaymiz, boshqa joydan kelib, uyga kirib, bir odamni o'ldirib, narsasini o'g'irlab, masjidga bekib olgan joydan ushab keldik dedi. Oqlasin o'zini. Oqlamaydi endi. Shariat qozisi 5 yil, 15 yil, 20 yil deb o'tirmasganda ibratli jazo berar ekan. Maydonga olib chiqib, birovni uyiga bostirib kirganligi uchun avvalo ikkita ko'zini o'ying dedi. Ikkita ko'z o'yildi. Katta o'g'irlik qilgani uchun ikkita qo'lini kesing. Ikkita qo'l kesildi. Odam o'ldirgani uchun ikkita oyog'ini kesing. Ikkita oyoq kesiluvdi, tana bo'lib qoldi. Birovni uyiga bostirib kirib, o'ldirib, molini o'g'irlaganning holini ko'ring dedi jarchi. Bu nima dedi? O'g'ri emasman, onani norizo qilib qarg'ishini olganini ko'ring deb o'ldi shay. Birodarlar, bizga mana bu dahriylikning ta'siri bo'ldi-da. Ko'p yigitlar duoga ixlosi yo'q, qarg'ishdan qo'rqishi yo'q. Ona, "Hoy, dilimni ranjitma" deb tursa, ota bilan ona ketadi. Qo'rquv yo'qda. Bu dillarini ranjitgani kattaga tushadi, keyin ko'zi ochiladi, u paytda ota-ona bo'lmaydi. Har bir ota-onani yig'latgani o'zini sel qilib yig'latadi. Farzand. Har bir qaqshatgani o'ziga 10 barobar bo'lib qaytadi. Otangizni, onangizni ko'nglida og'ritmang. Dunyoda baxtli hayot kechiring, maqsadimga yetay desangiz. 6-haq, ota-ona chaqirganda labbay deb hamma ishni qo'yish vojib. Agar mabodo sunnat namoz, nafil namoz o'qilayotgan bo'lsa, ota chaqirsa labbay deysiz, u vojib chaqiriq. Farz namozda indamaysiz. Takbir berib qo'yasiz, namoz o'qiyotganingizni bildirib. Endi shu ibodatga shunchaki boshqa narsa vojib bo'lmaydi endi. 7-haq, o'zingizga nimani ravo ko'rsangiz, ota-onangizga shuni ravo ko'ring. Qanday uyda yashayapsiz, nima yeyapsiz, ota-onangiz shunday bo'lsin. Bolalaringizdan qolganini olib borib bersangiz, siz ham nevaralaringizdan qolganini yeysiz bir kuni. Oldi boshini ota-onangizga olib borib bersangiz, siz ham bolalaringizdan oldin sizdan qolganini nevaralaringiz yeydi. Ota-onani o'zingizga nimalarni ravo ko'rayotgan bo'lsangiz, ota-ona shunday bo'lsin. 8-haq, o'zingizga nimani ravo ko'rmasangiz, ota-onangizga shuni ravo ko'rmang. 5 yashar, 10 yashar bolangizni ko'rmasangiz, dunyo tor ko'rinib ketadi ko'zga. Qani bolam, qani anu, shirin o'g'lim qani deysiz. Inson 40 ga kirgan bo'lsangiz ham, 30 ga kirgan bo'lsangiz ham, onangizga, otangizga o'sha 5 yashar bolangiz sizga qanday shirin, qanday yaxshi ko'rsangiz, sizni shunaqa yaxshi ko'radi. O'zingizni ko'rsatib turing, yaxshi yuribman deb didoringizni. Pul so'ramaydi ota-ona. Ota-ona uchun bolasi tinch, yaxshi yursa bo'ldi. Shuni o'zi davlat. Oylab ota-onani o'zini ko'rsatmay yuradiganlar bor. Bir kun navbat kelib, siz ham sog'inib termirib o'tirasiz, o'g'lim qani. Kelib ko'rsatib tursangiz, o'zingizni hol so'rab tursangiz, siz ham bolangizni tez-tez ko'rib turasiz. Bu domlalar bo'lib yurib, xalqning ichida yurib, xalqni xursandchiligida ham, dardida ham birga bo'laverar ekansiz. Ba'zi onalar keladi, "O'g'limni isitib bera olmaysizmi? 1 yil bo'ldi, kelmaydi" deydi 70 ga kirgan kampirlar. "Yo Rabbiy, kimlarning duosiga bu inson yashab yuribdi?" Bitta shaharda turib onasini 1 yildan biri borib, holini, ahvolidan xabar olmaydigan o'g'il qanaqa quda anda bo'lib, qanaqa yashab yuribdi yer yuzida bu inson? To'g'risi, tavba deysiz keyin. Tavba Xudo. Bola bir, insofi bilan bir, hayosi bilan bir, iymoni bilan bir. Bunaqa bevafo, beganachalik andishasi yo'g'idan, boridan yo'q yaxshi. 9-haq, ota bilan bir taom yeyotganda o'g'il yo ota bilan ko'chaga chiqqanda otadan oldin yurish kerak emas, otadan oldin ovqatga qo'l uzatish kerak emas, otadan ruxsat so'ramay turib ketish kerak emas. Faqat ruxsat berilsa, mayli sen oldin yurib keta qolgan desa, unda boshqa gap. Bu musulmonning madaniyati. Qolaversa o'zbek madaniyati. Buni yo'qotmang. Buni bolalarga o'rgating. Mana shu tarbiyatni bering. Ota tursa gumillatib oshib ururmasin. Ana ota, oling otajonim, buni otani o'zi oldin o'rgatish kerak. Ko'chada otadan oldin tushib olib yurmasin o'g'il. Bu bir arzimagan gap chiqadi-yu, buni deyish mumkin-u, lekin buni zamirida juda katta ma'no bor. Juda katta madaniyat bor, odob bor.